Hojam, bilasiz, farzandimiz 7 yoshda. Ayni ilm oladigan, savod chiqaradigan yoshda. Men shuni istardimki, bir yetuk insondan ilm olsa, savod olsa deyman. To'g'ri o'ylabsiz, fikringizga qo'shilaman. U ham ahli ilm insonlardan bo'lishini istaman. Bu zodagon zavjasi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng Mir Alisher huzuriga keldilar va Assalomu alaykum Mir Alisher hazratlari. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sizga bir iltimosim bilan kelgan edim. Farzandim hozir 7 yoshda. Unga siz tahsil bersangiz degandim. Xo'p, barakalla. Shu sababdan xonadonimizga borib ishga tahsil bersangiz. Yo'q, men sizning xonadoningizga olib bormayman. Farzandingiz ham boshqa bolalarga o'xshab, masjid, madrasalarda ta'lim olsin. Albatta yuboraman. Ko'p rahmat sizga. Orazim yoqqach ko'zimdun sochilur har lahza yosh. O'ylagim paydo bo'lur yulduz niqom bo'lg'ach quyosh. O'ti bir badon o'yirim go'shani ihrobida. Yoratidin etdi nogoh bir baloliq ko'zi qosh. Bu damodar mohir sho aylar ul oy ishqinib. Subhaning bot vatamian dohga aylar mehrfosh. Bu sayyi qilmas gurubat asru qattiqdur labing desam og'zi chiraydirlar ham bor navtosh. Novaki ko'nglimga kirgan jon talashmoq bu ekin. Kim qilur baykoni ko'nglim billa jonim talash. Umri jadid istasaklar sarbikimdek ayladi ozodalik birla maosh. Qo'sha olimda navoiy bersa jon ay betmangiz, gap budur mehrobi bir qo'ygusidir barcha bosh.